Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Quyonlar to'g'risida ma'lumot hozir YouTube'larda ko'p eshityapman. Quyonlar avaylash kerak, qochmasligini tekshirish kerak, unaqa bunaqa deydi. Aytaman, men GDT 3-sinfdan beri quyon boqqanman. 3-sinfimdan beri, hozir 39 ga kirayotgan bo'lsam, 3-sinfda necha kirgan bo'laman. O'shandan beri men quyon boqib kelaman. Quyonni bilaman. Quyon shunday narsaki, to'g'ri tozalikka rioya qilish kerak birinchi o'rinda, to'g'ri. Lekin qochmas 3 kun turadi. Erkagini ayolning oldida 3 kun turadi. Birinchi kun ayoli любой время o'zini himoya qiladi, o'zini ana qiladi. Qocha. Ikkinchi kun ham shunday o'zi o'rganadi asosda, erkak quyonga asosda o'rganadi. Uchinchi kun ishi hal bo'ladi. U quyon uchinchi kundan keyin tashib qo'yadi. Tamom 1 oy 40 kun bo'lganda tez tug'adi quyon. Mana quyonlar mana tug'yapti. O'z quyonlari mana shunday. 3 kunda quyon qochadi. Va bir xil soatga ko'r kelib, soatlab qo'yapti, bir xil tar bo'yakida. Shuni hal qilib olib qo'yapti, qochdi qilib. Quyon 3 kun turadi. 3 kunda qochadi quyon. O'zini bir tanishadi, bir nima qiladi bular ham. Xuddi bular ham Alloh yaratgan jonzot bular ham. Alloh yaratgan maxluqot shular ham. Alloh yaratgan bir anavi o'tib ashuna bo'lakli nima qiladi. Dori ekologiya ximikat bu keragi narsa. Keraksiz narsa bu. Quyon haqiqatan nima? Shifo baxsh deydi. Dori dorilarni qilib bo'ynagida nima qilib bo'lsa, ajal kelsa o'lib ketaveradi. Men dori ekolni ham qilmayman, hech narsasini qilmayman. O'tini tashlayman, beradigan yema e'tibor qilinglar. Kipakni olasizlar. 1 kilo kipak, 1 kilo makka o'yin mana yarmasi. Toza oppoq un emas, endi bo'lingan yarmasi bo'ladi. Eng unidan balandrog'i. O'shani olasizlar, bug'doynikini olasizlar yarmasidan. Aralash qilasizlar, bitta suv qo'shib, sal namlab berasizlar. Bo'ldi. Ana bu haqiqat original nimasi. Erkak qo'yiladi, ayol qo'yiladi, addini qilib qo'yasizlar, bo'ldi, tamom. Farqiga borish uchun. Qachon qochadi, qachon tug'ishini bilishingiz uchun addini qilib qo'yasizlar. Bitta qochirib, o'sha kunni yozib qo'yasizlar, bo'ldi, tamom quyon. Quyon qochmaydimi, qochadimi? 3 kunda ishi hal bo'ladi. 3 kundan keyin 100% libboy quyon qochadi. 3 kunda ichida libboy quyonlaringiz qochadi. Buni qilib qo'yasizlar. Masalan uchun mana shu quyonlarimni ko'rsataman sizlarga men. Mana shu erkak quyonim, mana. Erkak quyonim buni bittasi mallasi bor, filandirim. Ketdi kirib yubordi filandirda. Mana bu qochgan. O'sha ash quyonimdan ash quyon qochgan. 3 kun qo'yib qo'ydim. 3 kunda ichida qochdi. Bo'ylakin har kim mallam bordi. Videolarimni ko'rsangiz bu ham filandir quyonim. Men bo'la mana 3 kun turgan bu ham. Mana bu eng kichkina birinchi qochishi mana. Bu ham bo'g'oz. 3 kun turgan tamom tashab qo'ygan mana. O'zi bilan yungini yurishni boshlab mana. Yungini yurishni boshlab. Daraxtlar kesib tashlagan ekan, kesib o'tib ekan. Mana daraxtlarni tashab qo'yib, ana shunaqa narsa berish kerak quyonga. Quyon ana shunaqa narsalar yeyish kerak mana. Ana shunaqa narsalar yeyish kerak. Chunki bular o'ziga yarasha nimasini oladi, o'sha daraxt nimalaridan. O'tib ekan tashab qo'yganman shular. Mana, amini narsa mana. Taomi mana, ovqati mana. Amini qilib, namlab shuni tashab qo'yasiz, yeb yotadi. Bu ximikat, dori, pora, o'zimiz zaharlayapsiz, o'rtoqlar. O'zimiz zaharlayapsiz. Mana shu. Quyonni men agar yangi boshlagan bo'lsam aka, men 3-sinfdan boshlaganman. Hozir 39 ga kirayotgan bo'lsam, mana shuni qancha yil o'shanda men quyon. Orada bir 4-5 yil boqmadim, to'g'risi. 4-5 yil emas, 10 yilga boqmadim, chunki Rossiyaga bo'ldim, Balada yurdim, shu arada boqmadim quyonga. Mana yana hozir boshlaganman, xudoga shukr. Hozircha quyonlar rivojlanib ketdi. Men o'zim boqardim, o'zim so'yib yeyish uchun boqardim. Qasam so'yib yerdim. Hozir endi qiziqish uyg'ondi. Sotish bo'yicha mana ko'paytirib, sotish bo'yicha mana go'sht yo'lanishda sotish bo'yicha mana endi boqishni boshladim. Nasib bo'lsa shu yil xudo xolasa pramagacha innamigina bir mingtacha atrofida qilaman. Hali yana ayol quyonlar olib kelaman, bu hokazo bilan o'zi tug'adi. Mana shunday qilib sotaman. Nasib bo'lsa xudo xolasa ko'paytirib. Mana shunday quyonni ana o'sha shu molga qanday qarasangiz, quyonga ham xuddi qiladi. Yemishi prosta shu. O't, biyda. Yema mana shunaqa yem mana. Mana shunaqa yem mana. Bular ana shu kechqurun tashlab qo'ysangiz, ko'pincha kechqurun berib qo'ysangiz, bular kechqurun ovqat yeydi, yaxshisi. Kunduzi uncha ovqat yemay, kunduzi parasi yotadi, shunday yotadi, ana shunday yotadi. Bular mana undagidek yotadi. Kechqurun bilan kamirib chiqadi. Kechqurun bilan ana shunaqa narsalar tashlab qo'ysangiz, mana shular. Quyon o'ziga oladi mana. Quyon yaxshi o'zgaradi, o'zgarishi yaxshi bo'ladi. Parvarish qilish deydi. Parvarish qilish qanday? Tak toza turish kerak. Odamni ham toza turadi, ana shunday toza turish kerak. Parvarish qilib, ukolini qilyapti, bo'ynaksi nimalarni qilyapti. Xo'p, ukol ham bo'lishi mumkin. Kasallikka qarshi ukolni qilib turish kerak. Lekin masalan men halicha umumiy ukol qildirmaganman quyonlarimga. Quyonlarimni o'lganini hali bilmaganman. O'lganini o'lishga endi bitta ikkita ketdi, endi ular ham shu nimasida ketgan. Mana. Biz xarajat, biz necha ovqatni tashlab qo'yasiz, ana shunaqa yeyib yotadi mana. Ana shular indamagani ertalabgacha tip-tik qilib chupin qolmay ketadi. Chupinni ham tashlab, chupin ana shunaqa narsalar yeyish kerak. Quyon shunaqa narsalar nima bo'ladi? O'ziga yarasha nimasini oladi. Quyon ana shu bilan shifobaxsh. O'zi oldin insonning qo'liga kelishda, xonaq quyon bo'lishdan oldin quyonlar o'zi ana shunaqa narsalar yeb nima bo'lgan deydi. Chunki Ibn Sino kitoblarida ko'pincha o'qiganman, shu quyonga qiziqib shuni o'sha paytlar o'qiganman, shunday nimasi bo'lishi uchun. Shunday biyda mana shunaqa o'tlar, mana shunaqa yemishi tamom xolos, boyagidek yo ko'rma, yarma nimalarni kerak emas, ularga dori bor, boyagidek vitamin qo'shilgan unday bo'ladi. Vitamin qilsa ketayda ovqatida bu, ketayda yemishi bo'ladi bu faqat ketayga o'sha boyagidek nimalar bo'lib ketadi, ximikatlar bo'lib ketadi, tamom o'zimiz zaharlab nima qilamiz? Onasini quyonni boqish kerak, molni boqish kerak, mana shu rejimda boqish kerak, o'ziz uchun boqib, mana shuni qilib yeyishga nima yesin? Sviji, chotga nima bo'lish kerak.
Sizlardan podpiska, like, kommentariy kutib qolamiz. Fikringizni kommentariyga qoldiring. Agar videoga qayerdadir nima bo'lgan bo'lsa, fikringizni kommentariyga qoldirsangiz, ko'rib, o'shan qarab video chiqarib boramiz. Hammaga omad, charchamanglar. Videomizga yangi kelganlar, xush kelibsizlar deymiz. Obuna tugmasini, like, podpiska bosib qo'yishni so'rab qolamiz. Omad hammaga.